Assalomu alaykum Vensor kuzatuvchilari. Ushbu videoda kanalli ventilyatorlarni obzor qilib beraman. Kanalli ventilyatorlarimiz asosan uy va ofis, sklad ishlab chiqarish, restoran va kafelarga o'rnatiladi. Tepadagi plastmas korpusigalarimiz oq ranglisi Xitoyda ishlab chiqarilgan, uni tagidagi Turkiyada, metallическийlar qora ranglisi Xitoyda, uni pastki nerjaviy korpusligisi Turkiyada ishlab chiqarilgan. Kanalli ventilyatorimizni o'lchami tepadan 3-qatorgacha 100 dan 315 gacha, buni tagidagi nerjaviy korpusli 100 dan 355 gacha. Ushbu kanalli ventilyatorlar ishlash maydoni 200 kubadan 2200 kubagacha. Sizga ham shunday kanalli ventilyatorlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Vensor do'konimizda kanalli ventilyatorlardan tashqari ventilyatsiyaga oid barcha turdagi assortimentlarimiz mavjud.